Vay, yaxshimisiz Malikayma? Ya men aksi. Hamam tunuştuğanda mı akam bilan Malikay kısmına bir körsep prans bakanki dep. O balni men başta körep baksam bulam diken. Qandaroq bala o mijoz xulqi qandaq singling bo'lmasdi shamdo. Men baş bir körep yiqib, anan diken bir narsa deyishli qanda. Bu ikisi vafodar aksi-singillar. Singlisi to'xininkidek o'tkir kallisi bilan har yerlarda lolmadek qatirab yurib, aksiga xotin topatdi. Uning baksapni siqimdab, keskinlik bilan aytishicha, tog'ning qizlari xuddi mushu baksapdek sap bo'larmish. Siz sizni nereden tapmayız? Ha men tog'da qo'yib yiqyapman da. U bo'ylab kezmaya bir daraxt bor. Men shu daraxtning ostida baksappa qo'llandim. Shundan qarab dunyolaydi meni. Davdav hayajon ilkida singlisiga qarab, alvido bo'ytoqlik deginicha yurib ketdi. Singlisimi ichida alvido lolmiliq deginicha uningga madad berdi. Bu kuni u do'sti Shanzong'ga bir ot tepishni qo'shimcha ustiga olgan edi. Vay. Avu men atalay degandim. Ha, ba atacaq mende. Alman deb qalsanlar. Kelsanlar bo'ldi. Alamsiz. Alaman de. Aldıge. Onda olsa ma bizning iziga tushib, Cho'ng yo'ldan bo'ylab mansanlar bir daraxt bor. ashni ostida men o'tdadim hozir, baksapni ichib. Davdav tog'da qizning aksini xuddi Mikiyandan izlagandek izlab chiqdi. Shanzong otchini tog'da yutgan qo'yni izlagandek izladi. Lekin dunyoda daraxtning ostida saqlab turadigan odam faqat birla emasdi. Agar Davdavda kalla palla deydigan narsadan azroq bor deyilsa, u kallada xotindan boshqa narsa yo'q edi. Shunga u daraxt ostidagi otboqarni ko'ribla, bo'lg'isi qayni akamning dal o'zi shu deb o'yladi. Ya abay telefonlashgan biz. Ha, sen alamda. Ha. Shanzongning qiziqishlari ot bo'lgan bilan inkosiri qechir edi. U oxiri daraxt ostida saqlab turgan qizning aksini ko'rdi. So'rab avara bo'lmayla, uning ot sotar ekanligiga, xuddi o'zining ot olar ekanligiga ishongandek ishondi. Buning bilan ikki daraxtning ostida ikki xil hamoqatlik dialog tangla boshlandi. Nechas kirdi? Ha, 18 kirdi endi. Va qiyriqo bu. U qandoq qiyrildi 18 yoshga endi bir tal guli ichilmagansa uni qandoq qiyrildi u. Qanchas kirdi? Uning ishi sal qiri. 19 ga tushdi. Ojo. 19 yoshim qiri olamda. Qiri bo'lib qoldi ya u. Ne debdi men bir ko'rib baqsam bo'ldi. Ko'rishga aldırmang. Biz ikkimiz bir paranglashib, deyishib, anan diken ko'stmamay. İkimiz deyishgidek nima men yarsa cho'qim olaman-da uni. Yaraydı. Bundaq berib, yeniga berib, buni bosh ko'zim ko'rib, bundaq silab beqib, tutib beqib, amamda Qizning aksi bu gaplarni anglab qattiq hayron qolgan bo'lsa-mu, ancha achchig'i kelmadi. Chunki dunyoda ikkala narsa uning achchig'ini keltira oladi. Birinchisi oz kirim, ikkinchisi ko'p chiqim. Ko'p kirimning hurmati uchun u singlisining hurmatidan vaqtincha voz kechib turdi. Og'an adam degan men ustiga chiqib minib beqib, amamda deyman. Qanday minidi uni? Ekle bir minib baqamsa. Minib baqaman. Minib baqmasa qanday olsa? Ya hozir minmisam bo'ldi uni. Shanzong minmaydigan otning borligiga qanday hayron qolgan bo'lsa, Davdav minadigan xotinning borligini anglab shunda hayron qoldi. Shundaqdimi uni ta'na qilyotdi deb tushundi. Chiqamda. Chiqav ustnim chiqsa. Degan ishmam yo'q. Ishkilamdi. Qanday ishkili bo'lmaydi o? Sig'ib sutni sotamding ya. Ha? Nimani? Davdav minish, seg'ish degan gaplardan qattiq zerikdi bo'lg'ay. Uning gapiga men odam qalbidan chiqargan undaq ishni qilmayman deb javob berdi. Bizning u yerda unda minib beqib olmaydi-ku. Mijoz quluq qanday raqamda? Ha, mijoz xulqi yaxshi. Mijoz yaxshi bo'lsa. Tug'amda. U. Yine o deb o'ltirdi ya. Men og'anikin shu tug'dirmanda shu maxsus kasb qilgan odam men. Nim shartlar men senga hozir shuni olsam. Buni shu kunni vaqtida deydigan tamoqini berib, kunni shuna aylantirib yo'qimizsan bo'lmaydi. Lekin kunni minib olmayjimi? Unda pat-pat 2 kunda bir minib qo'ysang bo'ldi. Sana desam, men 4-chiligine Aldı qıtıb işinəğandım şu toğmudu. Aş tonuşturğandım sizlikini bək peyzi deb. Şu məxsus kelivatqan iş bu. Ha, onda xos minikimi tuğdu. Tuğumuz tuğdurmuz tuğdu. Ha, elib tuğdursa. Ya, nimdə gayri bir xil. Haqlı kəsi şu manda minib beqib, tutub beqib, manda mijoz xarakteri qandaroq
Ko'rib aldi uni. Mishat işte alamda. Zaten bilemsiz. Hay. Bundan sonra özellikle mümkünsüz de. Ayapında. Özellikle adette mümkün bolsa ben bunda vasla minsem meni tip etmeydiganda ha. Yo, siz mundaq bir g'alita bir savollarni so'raydigansiz. U qanda tipa u men tepmaydi. İşlemeydi o. Yo'q. Burun apaqmagan. Ha yo'qmi, bir apaqmagan bu yer minib to'xtaydi ya. Ha, uning mijazi yaxshi. Shu bir narsa yeyotganda qishig'i basanglar, tishlaydi. Tishlaydi o. Ha, ba'zida bunda suv ichib o'tgan bo'lsa, keyin o'tib qolsang tepidi. Tepem dati he. Lekin jajisi tayoqchi, qamchi bilan bas-bas shikini qo'ysanglar jimib qoldi. Ya undaq yavay bo'lib qasmo, jazzi qamchi degine. Das ikkini sasanam o'ngshildi. O'zim o'ngshib olaman uni. Musajonmi bulamni nima? Musajon degani dal mushtapda davdovga ot setayotgan otboqar edi. U etidan boshqa yana buning singlisini yaxshi ko'radi. Bir skambek desamdan ko'rishga o'zim bosh ko'rishib boqay. Musajonmi? Yana nima Musajon? Da to'yqan qo'qma jo'zga baksab tuzalaydigan baliqqa tegmamsa deyman. Musajon deb Musajonga tegsan shu oti qilib bitib yuriysan shu. Musajonmi tuzolaydi beksabni to'yga. Chikizda ityapti xuni. Manga. 5 o'g'il qochib bo'ldim. Lekin aksi ovqatni muhabbatini ustun ko'rgachga u ikkisiga qarshi turadi. Shunga otboqarma uningga etini setib bermay kelyotdi. Shanzong uning turibla boshqa birisining ismini ataganligini anglab, xuddi otni boshqasi elib oldigandek zakolat berishga oldirdi. Musajon deb o'tirdi. Sen ya ko'rsatmaysan, xotirjam bo'lamayapsan, ha? Akilamayman, yajinni berib o'tay, andin chiqib ko'rdi. Voy, uningga yajing beramda. Ha, berimizda akila. Chiqira telefonni. Qaydan ular? İşlemamay akila. Ucu buni 50 mingga aytib etdim-a. Berib ko'rib boqamsa? Ana o'zilam bir ko'rib boqayman. Avval menga yajing ber. Nima deb yajing o'yirma? Bo'lmasam sen ağladek minib yiqib qishib kelsan qanday qilaman? Men nima deb meniman uni? Alamsan, mamsan. Olay degan shu, lekin Ota yajingni lekin demay. Qoidim shu bizning. ha, sizning qoidasi boshqa nima qilamdan yana. Qancha bo'ladimi? 50 ming qo'y. Nima bo'ldi o desangga? Acha jiqatamdan. Ha? Deyishmag'il bo'ldi-ku, yajini aytib qo'ysam keyin. Ha, bo'ldi. Davdov zakolat berib andin ko'rdigan bu sirli xotinga nayt qiziqdi. Shanzongmo texi hech kim minib boqmagan otning gapini anglab, mingis kelib qo'nglari qichishib tura olmay qoldi. Endi ko'rsak bo'lam. Yajni aytib etdim-da, ko'rib bosh ko'zini minib yiqib degandek. Mengili bo'lmaydi, ko'rdi boshda. Sening oldingda minsam, hamda sen chidamaysan, o'zim olib ayirib minayapsan. Ularning ketayotqach qilgan texmi qiziq paranglarini ikkinchi qismda anglaymiz. Zalim nima qilsa? Xotin qilma? Undaq tursa qandaq mingilik ko'nglim chidaydi demaysan. Bo'lsa lig'maygash minsam-a?